Всем привет, как дела? Сегодня 31 май. Я думал, сегодня 1 июнь. Я ошибся. Сегодня 31 июнь. Завтра 1 июнь. 2025 год. Город Андижан. Assalomu alaykum, qalasizlar mana. Andijon shahar. Biz bosgan paytodamiz Farg'ona kanalining bo'yida. Bu yil mana 2025-yil hozir mana 31-iyundamiz. Poshshoyi bog'imiz bor ekan mana. Dadam akalarning ekkan bog'da. O'rikmi mana qaynayapti-yu. Qirilyapti o'rik mana poshshoyi. Xardor yo'q. O'rik kapayka mana. To'kilyapti mana o'rik. Bekarga beraman desam ham odamlar kelmayapti, tavba qilin. Bekarga olib ket desam yo'q deydi, kerak emas deydi. O'rikni qarangmi, o'rik poshshoyi o'rikmi? Oldin tarixda bunaqa zo'r o'rik bo'lmagan bo'lsa kerak bizda. O'rikni qarang. Bu molga bersam mol yemayapti-yu. Mol ko'nglim aynib ketdi. Buni qarangmi, hamma yoq o'rik. Xudo xolasa bir yil rosa o'rik yili bo'ldi-da. Bu yerga to'kilganini olyapman endi mana bu daraxtda ko'p. Daraxtda mana tiqilyapti, qaynab yotibdi mana daraxtdami mana. Mana poshshoyimi? Mana. Qaynayapti mana poshshoyi. Bitta qator, ikkita qator bo'lsa, 3 ta qator. Bu boshlanishlari bor yana. Bu o'rikni qarang, uvolda va shim xudo xolasa bir yil o'rik ko'p bo'ldi-da. Ana oqneksi ikki ana. Ana bu olahan sigir. Bu olahan sigirni yo'g'idan buqaga qo'yib, sigir qilib katta qilganmiz. O'rik yemay ham qo'ydi bu bechara. O'rik yorib ko'ngli aynib ketdi. Esdalik o'zimizga.